katta bir foydasi bor, daromadli ish keldi, ammo ichida shariat man qilgan holatlar bor. Mana shu holatda dinida, iymonda mustahkam bo'lgan odam bunaqa narsadan voz kechadi. Endi buni ko'rgan ko'pchilik bu esi joyidami deydi. Shunaqa katta foydali bo'lgan kontraktdan voz kechdi deydi. Shunaqa bir zo'r mansabni shunday taklif qilsa olmadi deydi. Chunki bu g'aribni tasavvurini, o'lchov tushunchasini bu ko'pchilik johillar tushunmaydi-da. Masalan, bir ustaga zakaz kelib tushdi, bajarsa xizmat haqi katta bo'ladi. Ammo u ishtishida Alloh harom qilgan narsa bor. Usta o'sha pulga muhtoj bo'lib turgan bo'lsa ham olmaydi. Iymondan beparvo bo'lgan odamlar nima deydi? Bu esi joyidami? Naq foydani chiqardi ya deydi. Iymon degani birodarlar, juda ko'p odamlar o'ylaganidek faqatgina namoz bilan ro'za